Amir avtosavdoda sizlar uchun yaxshi Nexia 2 mashinasi kelib bo'ldi. 2009-yil 1.6 prostoy bez gidravlikasi bo'ladi akalar. Mashina holati yaxshi holatda turibdi. 410 ming kilometr masofani bosibdi. Xo'p, kraska holati hammaga qiziq. 15-20% yuzak kraskasi bor ekan, lekin kuzov holatlari zo'r holatda turibdi. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham o'rta holatda. Salon qismlarini ko'rsatib o'taman. Salonlari yaxshi holatda. Super qilingan ekan. Yaxshi qo'l solingan 410 ming probeg. Temir gaz balonli ustonovka qilingan, texnik holatdan hech qanaqa muammosi yo'q deyapti. O'zing uchun tekshirib, prerka qildirib olasizlar. Manfelardan o'zgina qiladigan ishlar bor ekan, qildirib olsangiz zo'r holatga keladi. Lekin kuzov qismlari yaxshi holatda turibdi. Bu mashinamizda akamiz bilan to'g'rish bo'ladigan narxi deyaptilar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi akalar. $3200 ushib qo'ydi. Texnik holatdan hech qanaqa muammosi yo'q ekan. $3200 ga 2009-yil 410 ming kilometr masofani bosayotgan, minishga tayyor 1.6 prostoy bez gidravlika Nexia 2 mashinasi. Bemalol telefon qilib barak qilishingiz mumkin akalar.